Keyingi yillarda O'zbekiston tibbiyotida kechayotgan hayotbaxsh islohotlar zamirida inson va uning qadr-qimmatini amalda ta'minlash, salomatligini mustahkamlashdek ezgu va xayrli maqsadlar mujassam. Ayniqsa, bu borada xorijning nufuzli klinikalari bilan hamkorlikni kengaytirish, xalqaro standartlar asosida dunyoning rivojlangan davlatlarida bajariladigan murakkab va noyob jarrohlik amaliyotlarini yo'lga qo'yishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Samarqandda Yevrosiyo bolalar xirurglari konfederatsiyasining birinchi kongresi doirasidagi tadbirlarda ham bu alohida e'tirof etildi. Aytish kerakki, konfederatsiyaning qaroriga asosan ilk kongressni aynan Samarqandda o'tkazilishi O'zbekiston bolalar xirurgiyasi maktabining asoschilaridan biri, taniqli olim professor Azamat Shamsiyev tavalludining 80 yilligi munosabati bilan belgilanganligi ham muhim ahamiyatga ega. Это громадное событие в истории мировой хирургии и детской хирургии в частности. Bugungi kongress jahon xirurgiyasi va ayniqsa bolalar jarrohligi tarixida ulkan voqelik hisoblanadi. Taniqli olim ustozimiz Azamat Shamsiyev yaratgan maktab, uning bugungi faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Kongress davomida Rossiyadagi bolalar jarrohligi yutuqlari haqida barcha ma'ruzalar juda dolzarb bo'lib, o'ylaymanki, jahon bolalar jarrohlariga katta foyda keltiradi. O'zbek hamkasblarimiz bilan hamkorligimiz kelgusida yanada kengayib borishiga ishonaman. Azavduschi maktablari bolalarda uchraydigan tug'ma nuqsondan bir kunlikdan to 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda uchraydigan barcha tug'ma nuqsonlar, keyin orttirilgan kasalliklar va yeringli yallig'lanish kasalliklarining barcha sohasiga bag'ishlangan O'zbekistonda katta bir maktab hisoblanadi. Hozirgi kunda endi bizning klinikamizga ham yuqori texnologik operatsiyalar kirib kelgan, hozir ko'p operatsiyalarimiz laparoskopik yo'lda o'tkazilyapti. Natijalarimiz anchagina yaxshi. Ilmiy konferensiyamiz shu laparoskopik xirurgiyani oxirgi yutuqlarini bizlargacha yana olib kelish, hozir qilayotgan ishlarimiz ustiga yana yangilarini qo'shishga imkoniyat beryapti. Hozir laparoskopik xirurglarimiz hammasi hozir bizlarda hozircha qilinmay turgan kasalliklarda laparoskopik operatsiya qilish texnikalarini o'rganyapti. Yevrosiyo bolalar xirurglari konfederatsiyasining birinchi kongressida dunyoning 30 dan ortiq davlatlaridan tashrif buyurgan 150 nafar bolalar xirurgiyasining taniqli vakillari, olimlar, professor va akademiklar ishtirok etishdi. Shuningdek, Yevropa, Rossiya, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Turkiya, Ozarbayjon, O'zbekiston bolalar xirurglari assotsiatsiyalari prezidentlari, Xalqaro bolalar endoxirurglari assotsiatsiyasi, Osiyo endoskopik va laparoskopik xirurglari assotsiatsiyasi, Arab davlatlari bolalar xirurglari assotsiatsiyasi vakillari, mamlakatimiz va Samarqand viloyati ilmiy jamoatchiligi, nufuzli universitetlar rektorlari, Oliy Majlis Senati a'zolari qatnashib, anjuman avvalida O'zbekistonda bolalar xirurgiyasi maktabini shakllanishiga ulkan hissa qo'shgan olim professor Azamat Shamsiyevning hayoti, serqirra ilmiy faoliyati, mamlakatimiz tibbiyot sohasi, xususan bolalar jarrohligi taraqqiyoti yo'lidagi fidoyiligi e'tirof etildi. Kongress doirasida tashkil qilingan bolalar xirurgiyasida innovatsion texnologiyalar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya, mini invaziv xirurgiya mavzusidagi xalqaro trening kurslar hamda bolalar xirurgiyasining dolzarb muammolariga bag'ishlangan panel sessiyalarida 200 dan ortiq ma'ruzalar tinglandi. Olim va mutaxassislar tomonidan taqdim etilgan ma'ruzalarda tibbiy texnologiyalar va ta'lim, moslashuvchan endoskopiya, radiologik diagnostika usullari, neonatal xirurgiya, shoshilinch xirurgiya kabi mavzulardagi ma'ruzalarda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, izlanishlar, yuqori texnologik amaliyotlar va ularning bolalar xirurgiyasi sohasi rivojidagi ahamiyati xususida so'z bordi. And it has been an amazing experience. Avvalo bu yerda bizga ko'rsatilgan e'tibor va mehmondo'stlik uchun minnatdorman. Kongress doirasidagi tadbirlarda ishtirok etib, tajribaga ega bo'ldik. Ma'ruzalar juda qiziqarli va dolzarb. Menimcha, dunyoning boshqa davlatlaridan kelgan mutaxassislar bilim va tajribasidan o'rganish orqali katta tajriba orttiramiz. Shuba yig'ilishlarda 3 ta ma'ruzam bilan qatnashyapman. Ma'ruzalarimda laparoskopik jarrohlikda xarajatlarni kamaytirish haqida so'z boradi. Unda g'oya va takliflarimiz bor. Yangiliklarni keltirganmiz. Shuningdek, o'g'il bolalarda uchraydigan tug'ma nuqsonlarni jarrohlik yo'li bilan davolashda zamonaviy usullarni qo'llash bo'yicha ham taqdimot tayyorlaganmiz. Video assistensiyali torakoskopik jarrohlik deb ataladigan juda noyob usul haqida so'z yuritaman.
Yevrosiyo bolalar xirurglari konfederatsiyasining birinchi kongressining o'ziga xosligi shunda bo'ldiki, ilmiy shubalarda aytiladigan ba'zi yangilik va natijalar avval amaliyotda ko'rsatib berildi. Xususan, Samarqand ixtisoslashgan bolalar xirurgik klinikasida o'tkazilgan mahorat saboqlarida Buyuk Britaniyalik bir guruh shifokorlar murakkab operatsiyalarni amalga oshirishdi. O'z tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Trening mashg'ulotlari o'tkazildi. Albatta, buni bolalar jarrohligi sohasida faoliyat olib borayotgan yosh mutaxassislar mahoratini oshirish uchun muhim platforma bo'ldi deyish mumkin. Xorijlik shifokorlar bilan birgalikda jarrohlik amaliyoti olib borishmoqda. Bu albatta biz uchun juda ham qiziq bo'lganligi uchun yuqoridan turib jarrohlik amaliyotini tomosha qilmoqdamiz. Biz talabalar uchun bu juda katta ahamiyatga ega, chunki hozirdan jarrohlik amaliyotlarini ko'rib borishimiz va o'rganishimiz hisobiga bizda tushuncha shakllanib boradi va kelgusi faoliyatimizda bizga ancha qo'l keladi. Bugun dunyoda mini-invaziv operatsiyalar amalga oshirilishi tobora ommalashmoqda. Xususan, o'zim faoliyat olib borayotgan klinikada mening mutaxassisligim, ya'ni urologiya bo'yicha operatsiyalar 100% laparoskopik usulda amalga oshiriladi. Bu usul bemorlarning tez sog'lom hayotga qaytishi, jarohat olmasligi, shifoxonalarda ko'p qolib ketmasligi kabi qator qulayliklarga ega. Hozir o'tkazilayotgan mahorat mashg'ulotlari ham aynan zamonaviy texnologiyalar orqali amalga oshiriladigan jarrohlik amaliyotlari bilan bog'liq. Kongress doirasida klinikamizda katta mahorat darslari tashkil qilingan bo'lib, bu xirurgiya, ya'ni bolalar xirurgiyasidagi minimal invaziv xirurgiya yo'nalishiga bag'ishlangan. Bunda bizlarga dunyoning rivojlangan mamlakatlaridan, xususan Buyuk Britaniya, Yaponiya kabi mamlakatlardan kelgan yetuk mutaxassislar shu sohani o'rganishda o'zlarining amaliy yordamini bermoqda. Biz yosh xirurglar bu yo'nalishni mukammal o'zlashtirib, kelajakda shu xalqimizga, xususan bolalarga minimal invaziv xirurgiyada yordam qilib, ularni tezroq tiklanishi va reabilitatsiyasini yaxshilashga yordam beradi deb o'ylayman. Kichik hajmdagi o'lchamlardagi kesmalar yordamida amalga oshiriladi. Samarqandda tashkil qilingan Yevrosiyo bolalar xirurglari konfederatsiyasining birinchi kongressi shubhasiz mamlakatimiz tibbiyotida bo'layotgan ulkan o'zgarishlarni yangi bosqichda rivojlanishiga, xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirishga, xorijning ilg'or texnologiyalarini O'zbekiston tibbiyotiga tatbiq etishga xizmat qiladi.